Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube kanalimiz obunachilari, musofirdagi aka-ukalar ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Mana bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskara qishlog'iga bozoriga kelganmiz. Bu joy mol bozori o'zi asosiy. Endi bu joy qishloq joyligi uchun darvozalardan va lekin zo'r-zo'rlarda inshaalloh olib kelganmiz. Darvozalarimizni bir qator ko'rib, qaysi biri yoqqan bo'ladigan bo'lsa, bemalol layklarni bosib, mana shu darvoza yoqdi deydigan bo'lsa, narxlarni chiqarib inshaalloh yoritib berilaveradi. Darvozamiz razmerlari keladigan bo'lsak, eniga 320 ga, balandligiga 320 joyga tushadi. Stoykalari 8 ga 8 bo'ladi, tepasida 8 ga 4 profili, tagida o'sha Eronning shivillari bo'ladi. Zamoklari Zuber zamok bo'ladi. Kraskalari GK2 bo'ladi. Devoniki Devo kraska bo'ladi. O'zi masalan kraskaga tushunadigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zi shuni ko'rishganda biladi. Xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Chekkalari germetikalarigacha qilingan, nikellarigacha qo'yilgan. Nikellar xudo xolasa ko'chib ketmaydi. Dyson degan germetika bor. O'sha nima deydi? Mashinalarda oynaklarini germetka qiladigan narsasi bor. Xuddi shunaqa garantiyali ish bo'ladi xudo xolasa. Darvozamiz sharmankalisida deyiladi. Biz vodiy til bilan aytganda xudo xolasa bir kvadratini 700 ming so'mga yasab, o'rnashtirib kelib berilaveradi. Mana shu joylari 2 qavat shu mejalashda qilingan, ichiga steklavotalar bosilgan. Keyin darvozamiz 2 listdan bo'ladi. Mana shu joylar 2 qavat bo'ladi. Tagida steklavotalar bo'ladi, shu mejalashda qilingan bo'ladi. Stoyka 8 ga 8 bo'ladi. Tagida shiviller, tepasida 8 ga 4 profil bo'ladi. Kraskalar GK2 bo'ladi. Mana bu joylariga Grammatekslargacha sachilgan. Grammateksning mashinaning taglarida balon tepalariga sachiladigan joylari. O'sha Grammatekslar tepasiga rashotkalar qilib qo'yilgan. Xudo xolasa o'ta go'zal lazerda o'yilgan. Shang-pang unaqa narsa o'tirmaydi, xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Keyingi darvozamiz 2 listdan bir qavat bo'ladi. Buni ham stoyka 8 ga 8 bo'ladi. Buni e'tibor qilsa, chekkalar 8 ga 4 profil qilingan. Sharnirlar ham yaxshi sharnir bo'lgan. Buni ham kraskalar GK2 bo'ladi. Chekkalariga polni yuvib bemalol ko'rib olsang bo'ladi, xudo xolasa. O'ta go'zal holat. Nikellargacha yopishtirilgan. Endi aksariyat darvozalarimizda tepalarini shunaqa rashotkalar qilinyapti. Chunki nima deymiz, skvoznak havo aylanishi shunaqasiga mo'ljallangan. Buni ham darvozamiz tepasida 8 ga 4 profil bo'ladi. Stoykasi 8 ga 8, 1.7 stenkada bo'ladi. Darvozamiz razmerlari 325 eniga, balandligiga 340 razmerga tushadi. Zamoklari Zuber zamok bo'ladi, xudo xolasa. Kelishtirib, narxlarni arzonroq qilib berilaveradi. Darvozamizda 1 kvadrat metri hozirda 750 ming so'm, endi uncha arzonroq qilib berilaveradi. Keyingi darvozamiz Reflon kalis, endi biz vodiy tilida aytganda sharman kalis deyiladi. Darvozamiz 1 kvadrati 700 ming so'mdan. Narxini kelishtirib arzonroq qilib beriladi. Yangi fason. Yo'q, bunaqa fason chiqayotgan, xudo xolasa. Bir qator ko'raverasizlar. Nikellargacha yopishtirilgan, o'sha nikellar Dyson germetikada, stoyka 8 ga 8. Tagida o'sha shiviller qo'yib beriladi. Shiviller zo'r bo'ladi, mustahkam bo'ladi, xudo xolasa. Kraskadan oldin kelib bemalol ko'rib olinaveradi, xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Mana bog'largacha qo'yilgan, zamogi Zuber zamok bo'ladi, xudo xolasa. Ko'raverasizlar. Keyingi darvozamizni o'taylik. Keyingi darvozalar ham o'zi yangicha fasollar, hammasi xudo xolasa yangi fasollar chiqarilyapti. Xudo xolasa erta bahordan, yilni boshidan xudo xolasa zo'r darvozalar chiqarsak, inshaalloh ishni bosamiz. Darvozamizni aksiya qilib borganmiz. 1 kvadratini 650 ming so'mdan yasab beriladi, xudo xolasa. Zo'r chiqqan darvozamiz GK2 kraskalar sachilgan, chekkalar germetikalarigacha qilingan, o'ta go'zal holat. Chekkalari 8 ga 8 profil bo'ladi, 1.7 stenkada. Tepasida 8 ga 4 profil bo'ladi, u ham 1.7 stenkada. Profillarimiz ham 1.7 stenkada bo'lgan, o'ta qalin, mo'shni chiqqan. Tagida shiviller ham Eronning shivilleri bo'ladi, 1.5 sm kelar, qalinligi o'ta zo'r, go'zal holat. Keyingi eshikchamiz endi eshikchamiz eniga 90, balandligiga 2.10, bitta butun list tushishga mo'ljallangan. Endi shtampovka listdan qilingan. Shtampovka list endi eng qalini 1.2 bo'ladi. 1.2 dan qalini yo'q. Endi o'lchasa 1.2 chiqadi-da, shuning uchun xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Keyingi darvozamiz o'ta go'zal, yangi chiqqan fason, o'ta boshqacha neobishniy holatda chiqqan, nikellargacha yopishtirilgan, GK2 kraskalar sachilgan, Grammatekslargacha qilingan zo'r darvoza. Cheklarni ham bir ko'rib qo'yishlaringiz mumkin. O'ta zo'r chiqqan, neobishniy chiqqan. Stoykalari buniki 2 lik profil bo'lgan, 8 ga 8 dan 2 lik stenkasidan qilingan. Tepasida 8 ga 4 profil, u ham 2 lik stenkadan qilingan. Shiviller обязательно tagiga bo'ladi, xudo xolasa. Ko'raverasizlar. Darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, buniki hozir 380 razmerga tushadi. Eshik ichida qilib berildi. Xudo xolasa endi narxini 1.250 ming so'm kelishtirib arzonroq qilib berilaveradi. Keyingi darvozamiz 2 listdan bir qavat bo'lgan. Darvozamiz razmeri kichikroq, bu 9 kvadrat, 3 ko'rish darvoza razmeriga tushadi. Zamogi Zuber bo'ladi, Devo kraska sachilgan, xudo xolasa stoykalari o'sha aytgan 8 ga 8 profil bo'ladi, 1.7 stenkada. Tagida shiviller обязательно, tepasida 8 ga 4 bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r, o'ta shumkali. Bir qavatli bo'lishiga qaramasdan, o'ta shumkali, zo'r chiqqan darvoza, xudo xolasa. Ko'raverasizlar.
Keyingi darvozamiz o'sha reflyonka listli darvozamiz. Bir kvadratda ko'proq reflyonka list qilinyapti, chunki o'rta holat bo'lyapti, shunisi yaxshi bo'lyapti. Darvozamiz balandligi 340 razmerga, eniga 325 razmerga tushadigan bo'lyapti. Darvozamiz ham 1 kvadrat 700 ming so'mdan, xudo xolasa. Buni ham kelishtirib ozroq qilib berilaveradi, xudo xolasa. Keyingi darvozamiz ikkilik listdan mana shu joylari 2 qavat bo'ladi. Mana shu joylari birlik listdan tosh listda, endi vodiy tilida aytganda 2 qavat. Mana shu tosh list, mana shu cho'tir joylari bor-ku, mana shu yerlari 2-chi qavati. Mana shu joylari 2 qavatli. Xullas shunaqa holat. O'ta shumka, shum izolasida qilingan, stiklavatorlar bosilgan. O'ta go'zal holatda. Tepalari rashotkalarni ko'rishlaringiz mumkin. Bular doira shaklga keltirilgan. Tepalarigacha polinikellar qilingan, chekkalari grammatiklar, germetiklar qilingan. Stokasi 8.8 profil bo'ladi. 1.7 stenkada bo'ladi. Tagida shivillar bo'ladi. Shivillar Irondiki bo'ladi, 1.5 sm keladi. O'ta qalin, zo'r bo'ladi. Ishga garantiya beriladi. Xudo xolasa, kraskalarimizga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida, Bedarak Samandarak qishlog'ida joylashgan. Kimga qanaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirib, hozirroq berilaveradi. Bo'ldi?